Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Ikkinchi darsimizga xush kelibsizlar. O'tgan darsimizda esinglarda bo'lsa, D harfini ustida masalan quyidagi cho'pcha keladigan bo'lsa, da deb o'qilishi yoki bo'lmasa X harfi ustida quyidagi cho'pcha kelsa, X deb o'qilishini o'rgangandik. Ya'niki quyidagi cho'pcha istalgan harfning ustida kelsa, A o'qiladi hamda da X deb o'qiladi deb tanishgan edik. Lekin shu cho'pchani ayrim mustasno holatlari bor. Ya'ni arab tilida ayrim harflar borki, o'sha harflarning ustida quyidagi cho'pcha keladigan bo'lsa, O o'qiladi. Ular juda ham ko'p emas, sanoqli. Biz ular darslarimiz davomida shu harfda O o'qiladi, bunda A o'qiladi deb aytib o'tamiz. Misol uchun qarang mana. R harfining ustida quyidagi cho'pcha keladigan bo'lsa, bu O o'qiladi bu cho'pcha, ya'ni ro deb o'qiladi. Ya'niki biz o'tgan darsimizda nima dedik? R ustida kelsa A o'qiladi, ra o'qilish kerak edi, to'g'rimi? O'zi A o'qilish kerak cho'pcha, ra deb o'qilish kerak edi. Lekin ayrim harflar bor arab tilida, shu masalan R ustida keladigan bo'lsa, ro deb o'qilish kerak bo'ladi. Demak, ayrim harflar ustida nima o'qilar ekan? O o'qilar ekan. Misol uchun yana bitta harf bor arab tilida, Q harfi. Ya'niki Q ustida kelsa bu Q deb o'qiladi. Q bu cho'pcha nima o'qilar ekan? O deb o'qiladi. Q deb o'qiladi. Yoki bo'lmasa buni Q ustida kelsa Q deb o'qish xato bo'ladi. Demak, tushunarlimi? Demak, bu yerda qo'y yozib qo'ydim, qarang. Cho'pcha ayrim harflar ustida kelganda O o'qiladi. Misol uchun mana R harfini aytdim hamda Q harfini aytdim. Ikkita arab tilida ikkita harfda R da va Q da O o'qiladi, ya'ni ro va Q deb o'qiladi. Keyingi narsa, demak, cho'pcha harf ustida kelsa O yoki A deb o'qilar ekan. Demak, tushunarli. Umumiy qoida shu, umumiy qoida. Bugun ikkita darsni jamlovchi qoidamiz shu. Quyidagi cho'pcha istalgan harfning ustida kelsa A o'qiladi. Misol uchun da, X ga o'xshab, lekin ayrim harflar borki O o'qiladi. Misol uchun ro, Q degandek. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Biz qayerdan bilamiz qaysi payt A o'qiladi, qaysi payt O o'qiladi degan savol bo'lsa, biz hozir faqat cho'pchani, ya'ni bitta ikkita narsalarni o'rganyapmiz. Bitta ikkita darsdan so'ng to'liq arab tili harflariga o'tamiz. O'shanda biz aniq sizga aytib ketamiz. Bunda A o'qiladi, bunda O o'qiladi. Bu juda oson. O'ylaydigan joyi yo'q. Ayrim sanoqli harflardagina O o'qiladi. Uyga asfa sizga shu ikkinchi darsni yozasiz hamda umumiy xulosani o'zingiz tushunadigan qilib yozib qo'yasiz. Demak deysiz, quyidagi cho'pcha asosan A o'qilar ekan, lekin ayrim holatlari bor ekan, O o'qilar ekan. Buni biz keyingi darslarimizda to'liq o'rganamiz deb yozib qo'yasiz.